Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik menga savol beryapti, siz qanaqa yo'nalishdagi blogersiz, jurnalistsiz degan savollaringizga javob bermoqchiman. Kamina bloger Hurriyat Zamon rasmiy kanalini ta'sischisi, ya'ni o'sha media makonida ijtimoiy tarmoqda faoliyat olib boraman. Hurriyat Zamon rasmiy kanalining blogeriman va adminiman. Shuningdek, bizning veb-saytimiz ham bor. Veb-saytga joylanadi hamma ma'lumotlar. Biz asosan O'zbekiston Respublikasida bo'layotgan ijtimoiy siyosiy jarayonlarni yoritib boramiz va xalq bilan hamkorlikda, xalq davlat idora tashkilotlari bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Masalan, qanaqa yo'nalishlarda degan savollar bo'lishi mumkin. Bizda yo'nalishlar hech qanaqa bir tabaqaga bo'linmaydi, ya'ni barcha mavzular bo'yicha biz mavzularni ko'taramiz. Ya'ni o'sha xalqimiz bilan bo'layotgan jarayonlarni yuqori tashkilot, yuqori rahbarlarga yetkazishda biz faoliyatimizni olib boramiz. Shuningdek, mana hozir biz Toshkent shahri Bektemir tumani Musaffo maskani mana shu aholisi bilan ishlayapmiz. Shu yerda mana faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Kimda kim agarda bloger, jurnalist yordamiga muhtoj bo'lsa yoki syomka qanaqadir kerak bo'lsa yoki qanaqadir bir noqonuniy harakatlar guvohi bo'lgan bo'lsangiz, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning veb-saytimiz litsenziyasi bor. Biz prezident administratsiyadan litsenziya olganmiz. Bizning hamma hujjatlarimiz qonuniy hujjatlashtirilgan. Shuning uchun bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz ikki tomonlama ishlaymiz, bir tomonlama ishlamaymiz. Ya'ni sizdagi bo'layotgan muammoni albatta ikkinchi tomon bilan ham birgalikda, hamkorlikda ish olib boramiz va sizning yechilmayotgan qonuniy muammongiz bo'lsa, masalan, siz haq bo'lib turib, ikkinchi taraf nohaq bo'lsa, albatta biz bu borada jurnalistik o'rganishlar qilib beramiz, o'rganib beramiz. Shuningdek, ko'pchilik o'zini haq-huquqini bilmaydi. Ko'pchilik odamlar qanday yo'l tutishni bilmaydi, qanaqa ariza yozishni bilmaydi, qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Oddiy elementar bitta muammo bor. Masalan, viloyat maktabidan Toshkent shahridagi maktabga ko'chirish, ya'ni perevod qilish muammolarini ham, mana shu xizmatlarni ham hattoki bilishmaydi. Mana shunday bir qanaqadir bir nima deydi, qiyinchiliklarga duch kelsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Biz quyidagida mana nomerlarimni yozib qo'yaman. Sizlarga yuridik maslahatlar kerak bo'lsa yoki yuristning xizmatlari kerak bo'lsa yoki boshqa masalan vazirlik tizimida o'tirgan rahbariyat bilan uchrasha olmayotgan bo'lsangiz, biz bevosita sizlarni uchrashtirib beramiz va sizning muammongizni bevosita yetkazishga harakat qilamiz. Shuning uchun bizni Hurriyat Zamon kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizda YouTube kanalimiz bor, veb-saytimiz bor, Telegram kanalimiz, Facebookda ikkita tarmog'imiz ish olib boryapti.